aslo bu ishni qilib yurmang. Agarda mashinangiz Cherry 7 Pro bo'lsa, bizga galovkani yetkazib beruvchilarning aytishi bo'yicha mashinada antifriz to'kilib ketganmi, oqib ketganmi bilmayman, shunaqa qizib qolgan. 5 litr, 6 litr antifrizni quygan, haydagan, yo'lga chiqqan. Qisqasi mashina bullshitdan tutagan, shunaqa problemalar chiqqan. Galovkamiz akalar. Xo'p, galovkani bizga kelguncha betlarini shlipovka qildirishgan, boshqa ustaxonada hamkasblarimiz shilgan galovkani. Ochgan usta so'ragan, shu galovkada yora bormi, yo'qmi? Davlenada, bosimda tekshirib qo'yaylikmi desa, hamkasblar bu galovkalar hali yorilmayapti. Hali yorilgan ulgigan yo'q deb shunaqa maslahat berishgan. Endi hali ko'z bilan ko'rib diagnoz qilishgan. Lekin mashina egasi to'xta dedi-da, usta bilan maslahatlashib olib kelgan galovkani. Galovkani aprisovkada, davlenada tekshiruvdi, dahshat yorishdi akalar. Hozir ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Xudo xolisa, nima demoqchiman? Bunaqa yangi chiqqan mashinalarda suv sistemada problema bo'lsa, iloji boricha tekshirtirib qo'ysanglar, oshiqcha ish, oshiqcha rasxod bo'lmaydi. Agar hozir shu mashinani egalari, ustalar shu galovkani shilgan odamni gapiga kirib bosib yorganda, vobshe oshiqcha ish bo'ladi. Videoga like bosib, tanishlarga jo'natib qo'ysanglar, biz ham xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'lib.